Oddiy ish kunlarning birida bittasi bilan qiziqarli bo'lgan voqea yuz berdi. Obbo, qayoqda yuribdi bu? Gilbert ataliga xush kelibsiz. Iltimos, meni tezroq joylashtirib qo'ya olmaysizmi? Men 15 soatli yo'ldan qaytyapman, ikkita reys. Bittasi Hindistonga juda ham charchadim. Sizni xafa qilishga majburman, lekin ayni vaqtda bizning atalda bo'sh joylar yo'q. Bu hazilmi? Bu axir Gilbert atalimi, to'g'rimi? Ha. Flyer sizlar kimi? Albatta. Gilbert atala. Bitmas tuganmas joylar. Ha, o'rinlar cheksiz. Hop, endi qanday qilib? Yana bitta odam uchun sizlar cheksiz xonali atallarda bitta bo'sh o'rin topolmaysizlar. Gap shundaki, aynan hozir atalda sanoqi cheksiz bo'lgan mehmonlar istiqomat qilishmoqda. Bitta cheksizlik butunlay ikkinchisini to'ldirib oldi. Bunga tushunayotgan bo'lsangiz albatta. Shoshmang. Sayyorada 8 milliard odam bor va o'ylab qaraganda bu yetarlicha chegarali son. Endi sizlar qayerdan cheksiz bo'lgan odamlar sonini topdinglar? Biz mehmonlarimizga tegishli bo'lgan ma'lumotni tarqatmaymiz. Tushunarli. Biladingmi o'zingcha? Yaxshi. Arzor daftarini ol. Ha, albatta. Arzor daftari. Sana bilan Fio isdan chiqmasin. Va kontaktlar bog'langan. Bo'lmasamchi, albatta. Aytganingdan ziyoda qalb to'ldiraman. Tvar. Nima qilyapsiz? Arizani to'ldiryapman. Sizning ismingiz Ahlmi? Ahl. Hozir nimani yozyapsiz? Hozir davomini yozyapman. Sizning ismingiz Al. Yo'qmi? Men u yerda yana nechta al bor? Ular cheksiz. Nimasiga hayron qolish kerak? Sizlarda ataylar cheksiz. Meni bo'lsa ismim. Lekin u chegarali bo'lgan kitobimizga sig'maydi. Demak, men uni to'ldirayotganimda sen momoni yechini o'ylab turishing mumkin. Mayli, bitta matematik tryuk bor va u sizni joylashimizga yordam beradi. U bo'yicha agar cheksizlikka birni qo'shsak, u cheksizlik bo'lishdan to'xtamaydi. Nimaga shu birdaniga birni qo'shib qo'ymadilar? Men haytaman sizga. Men uzoqdan uchib kelyapman, ikkita reys, bittasi Hindistondan. Joylasangizchi. Chunki buning uchun menga hamma mehmonlarni bezovta qilishimga to'g'ri keladi. Ular esa cheksiz ko'p. O'lib ketishmaydimi? Diqqat. Hamma mehmonlarga hoziroq hamma narsangizni yig'ishtirib, o'z xonangizdan keyingisiga o'ting. Qaytaraman, o'z xonangizdan keyingisiga o'ting. Bezovta qilganimiz uchun uzr. Cheksiz bo'lgan otel bu o'xshatish emas, balki matematik David Gilbertning xayoliy tajribasidir. Bu oteldagi xonalarni sanoqli cheksizlik deb ataymiz. Biz unga birni qo'shsak bo'ladi, faqat eng boshiga. Bunda har bitta raqam bittaga oldinga uchadi. Shuning uchun birinchi xonadagi mehmon ikkinchisiga, ikkinchi xonadagi mehmon uchinchisiga, uchinchisidagi to'rtinchisiga va shunday qilib cheksizlikgacha. Bunda birinchi xona bo'shaydi va biz unga yangi mehmonni olib kelishimiz mumkin. Ya'ni sizni. Ajoyib. Ha, Aleksandr Sergeyevich. Ha, hammasi yaxshi, joylashib oldim. Sizlarda muammo bo'lyaptimi? Menga kelursa, menda xonalar ko'p. O'zi nechtasizlar? Ha, menimcha topa olamiz. Yana kimdir kelmoqchimi? Bu endi muammo emas-ku, to'g'rimi? Ular nechtaligiga bor, o'zim qo'yaraman. Mening do'stlarimning chegarasi yo'q yigitcha. Ular cheksiz ko'p. Men joylashtiringlarmi? Ularni ham joylashtirasizlar. Yoki endi uni matematik eplay olmaydimi? Matematik eplaydi. Lekin endi mehmonlarni boshqacha usul bilan ko'chirishga to'g'ri keladi. Boshla unda. Ko'chir.
Diqqat, diqqat. Hamma mehmonlarga hoziroq hamma narsangizni yig'ishtiring. O'z xonangiz raqamini 2 ga ko'paytiring va shu raqamli xonaga ko'chib o'ting. Bezovta qilganimiz uchun uzr. Bu yo'l bilan birinchi xonadagi mehmon ikkinchisiga o'tadi, ikkinchisi to'rtinchisiga, uchinchisi esa oltinchisiga va hokazo. Bular hammasi juft sonlar edi. Demak, bizda hamma tog' sonlar bo'shadi. Bizda tog' sonlar ham cheksiz bo'lganligi tufayli biz ularga yangi cheksiz mehmonlarni joylashtiramiz. Ya'ni sizning barcha cheksiz do'stlaringiz xonali bo'lishadi. Men matematikani sevaman. Bo'pti, men o'zim kelib chaqiraymi? Bitta muhim narsa bor. Qanaqa? Gap shundaki, sizning do'stlaringiz ham cheksiz ismli bo'lishi mumkin emas. Xo'sh? Sizdan kulyapsizmi? Har qanaqasiga. Biz hammamiz tomimiz ketib qolgani. Masalan, Azimovich desmi? Harfdiki Allah. Usmonovniki bo'lsa вообще. Bu kinoyami? Yo'q. Ha. Yo'q deyapman. Unda meni tupikka tiqib qo'ydingiz. Chunki matematika biladi, sizlarni hammangizni 100% birdaniga otelga joylashtirishga ilojimiz yo'q. Men ishonmayman. Sen hozirgina cheksiz bo'lgan keyin yana to'lgan otelingga yana cheksiz bo'lgan odamlarni joylashtirding. Farqi nima? Ularda ismlari cheksiz bo'ladimi yoki yo'qmi? Men tushuntirib beraman. Tushuntir. Farqi nimada ekanligini tushunish uchun qog'ozga mehmonlarning A va L harflaridan tashkil topgan har xil cheksiz ismlarni birinchi bo'lib A keyin A to'g'ri cheksizlikkacha juda ham ko'p A. Endi esa o'sha matematik trikni o'zi. Men birinchi ismdagi A harfini olaman va tepaga L qilib yozaman. A edi, L bo'lib qoldi. Ikkinchi ismdan esa L harfini olaman va tepaga A qilib yozaman. Shunday qilib to'g'ri cheksizlikkacha. Va bunda bizda yangi ism paydo bo'ladi. Va ro'yxatga qancha ko'p ism qo'shmasin, men ulardan minimum bitta farqi bo'ladigan bo'lsa ham yangi ismni topa olaman. Sizning do'stlaringiz esa cheksiz bo'lsa, bu ism ularning orasida albatta topiladi. Tanlang, yoki sizni joylashtiramiz, yoki sizlarning hammangizni. Lekin ulardan bittasi baribir ko'chada qoladi va bu siz bo'lishingiz mumkin. Matematika qoidalari shunaqa. Buni qara. Sen bilarmiding? Kartoshka bozorida sabzi ham sotishaveradi agar seni qo'lingda pistoleting bo'lsa. Nima bo'lyapti bu yerda? Nima bo'lyapti? Otalaringdan so'rayapman. Qanday bo'lishi mumkin bu cheksiz xonalar, cheksiz otellar, cheksiz odamlar qanday bo'lishi mumkin? Men uxlab kelib toshada. Men siz asabko'zingiz to'lganini bilib turibman. Men sizni tushunaman. Lekin siz cheksizlik faqat bitta bo'ladi deb o'ylagansiz. Bu juda ham ko'p va noaniq deb o'ylagansiz. Lekin cheksizliklar ko'p bo'ladi va ularning ba'zilari kichkina va ba'zilari kattaroq bo'lishi mumkin. Va aynan shuning uchun siz bugun bizning otelga joylasha olmaysiz. Yo'q, agar men hozir seni boshingni teshib qo'ysam-chi, nima qilasan? Sen o'zingcha asamga tegib o'zingni bosib farishta deb bo'lasan. Oshna. Bunaqa joy yo'q edi-yu. Bu matematika haqidagi video. Ber menga o'sha pasportingni yozib berman, kirib dam olasan. Sening raqaming 1. Narsalarni aytib qo'ysang ham bo'ladi. O'zimiz olib kirib qo'yamiz xonangga. Gilbert ataliga xush kelibsan. Umidjon. To'plash dasturi uchun boshqacha boshlanish, to'g'rimi? Bugun endi sizlarga ichki tuyg'ular, bo'ldi, tushunarli, men ketdim, deya olmaydi. Bugun matematika, cheksizlik va xayoliy eksperimentlar ko'p bo'ladi. Gilbert ataliga xush kelibsiz. Hozir sizlar bilib olasiz. Qanday qilib ikkita g'ildirak olimlarni 40 yil ezgan? Qanday qilib masi atel bilan bo'lgansiz? Einstein bilan bog'liq. Qaysi son sirazi noldan keyin keladi. Почему
Вы не сможете сочетать все точки на небе, даже если вам за это заплатят. Почему? все Qanday люди qilib yerdagi одинаковые? hamma odamlar bo'yi bir xil? Qanday qilib yubkanidagidek dunyoni ko'rish mumkin? Qanday qilib sizni oyog'ingizni elegantniy bo'lib yurganligini aytamiz? Черную дыру, ну если вы понимаете, о чем я. Где можно плюнуть в собственный затылок? Как не словить инсульт при виде этой формулы? Ну и конечно же, что вас ждет за горизонтом событий, но не текущих? Добро пожаловать! Бесконечно интересный выпуск. Нагоним просмотров в эту богадельню. Ахаха! Поздравляю! Теперь вы знаете, что не все бесконечности одинаковые, и одни из них могут быть больше других. Но слышали ли вы что-нибудь про цифровую бесконечность? Нет, это не бесконечность из мира digital и не бесконечность из мира технологий. Это бесконечность из мира лингвистики. Еще Галилей писал, что из 24 букв алфавита можно составить бесконечно много смыслов. На одном только Reddit больше 3 миллиардов комментариев всего из 26 английских букв. То же самое и с цветами. В палитре RGB больше 16 миллионов цветов. Большое число. Но все еще конечно. Зато этими цветами можно изобразить бесконечность вещей, бесконечность вариантов дизайна и бесконечно упускать шанс изменить свою жизнь. То есть складывать работы в стол, вместо того, чтобы уже увидеть их на улицах города или на сайтах любимых брендов. Думаете, их создают люди, которые с детства ходят в художку? Тогда посмотрите на этих ребят. Привет, меня зовут Ксения, мне 24 года, проживаю в Сергиевом Посаде. Меня зовут Ильдар, мне 23 года, я из города Тулы. Мне 23, я из Самары. Я Алиса, мне 20 лет, и я из Владимира. Кем вы были полгода назад? Работаю уже 3 года на производстве. Я училась на архитектора, получила диплом архитектора. Сейчас работаю маркетологом в IT-компании. Что объединяет этих ребят? Полгода назад они доверились нашей интеграции и начали учиться в школе Contented. Мы решили созвониться с ними и узнать, что они успели сделать за эти полгода. Во-первых, я научилась работать с фигмой, с иллюстратором тоже, фотошопом. Я поближе познакомилась, еще фишки всякие узнала. Key Visual научилась создавать. Борт еще делали, Mainbag, дизайн, который я делала под компанию, которая продает свои товары для дома. То есть Это вы создали этот логотип? Да. О, прикольно. У меня уже имеется портфолио, 2 проекта на Behance, проект японского ресторана Сакура и был запрос от цветочного магазина. Я для них делала логотип и основной баннер на страничку ВКонтакте. Это не все. Эти работы тоже сделали студенты Contented. Через год у них будет портфолио минимум из 18 проектов и реальный опыт работы. Вы тоже можете присоединиться к ним на курсе «Графический дизайнер с нуля до про». Это прямой путь в творческую